Endi 11 sinf savollarini tahlil qilishni boshlaymiz. 9 va 10 sinflar kabi 30 ta test savollari berilgan. Bu yerda ham birinchi savolga o'tamiz. Birinchi savolimiz 0.9 ball bilan baholanadi. Yerosti suvlaridan qaysi biri yog'inlar, daryo, ariq, ko'l, suv omborlarining suvi qayerga shimilishidan, suvi yerga shimilishidan hosil bo'ladi degan savolimiz. Albatta bu grunt suvlari hisoblanadi. Biz bilamiz, grunt suvlari yer yuzasiga yaqin joylashadi. Shu sababli to'g'ri javob Devara hisoblanadi. Yer va Yupiter oralig'idagi planetlarni toping. Bu Mars hisoblanadi. Hammamizga ma'lumki, uchinchi savolimiz Janubiy Osiyo mintaqasiga tegishli davlatlarni ajratishimiz kerak. Bu Nepal, Bhutan. Sababi A variantdagi Laos, Nepal bu ham Janubiy Osiyo davlati bor, Nepal, lekin Laos Janubiy Sharqiy Osiyoda joylashgan. Shu sababli noto'g'ri bo'ladi. Boshqa variantlar ham shunday boshqa mintaqa davlatlari berilgan. 4-savolimizning javobi Afrikaning ikkinchi eng baland cho'qqisini toping. Bu Keniya hisoblanadi. Eng balandi Kilimanjaro, biz bilamiz, ikkinchi o'rinda Keniya hisoblanadi. Keyingi savolimiz 5-savolimiz dunyodagi qaysi yirik ko'llar oqmas ko'llar hisoblanadi? Kasviy orol, biz bilamizki, oqmas ko'llar hisoblanadi. Bironta daryo bu ko'llardan oqib o'tmaydi. Avstraliyaning asosiy iqtisodiy rayoni Janubiy Sharq hisoblanadi. Sababi eng yirik iqtisodiy rivojlanish markazlari, sanoat markazlari, yirik shaharlar aynan Janubiy Sharqida joylashgan. 7-savolimiz qaysi cho'kmaning chuqurligi 7329 metr tashkil qiladi? Bu Yava cho'kmasi. 8-savolimiz aholi zotliyotlari bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan davlat bu Turkmaniston. Biz bilamiz buni. 9-savolimiz chodak, zarbaton, qo'shquloq, qizilolma, marjonbuloq qaysi foydali qazma qo'llari hisoblanadi degan savolimiz. Albatta oltin konlari hisoblanadi. 10-savolimiz arab barbarlar qaysi irqqa mansub degan savolimiz. Ko'pchilik biladiki, bu Janubiy Yevropeit irqiga mansub xalqlar hisoblanadi. Shimoliy Afrikada yashaydigan xalqlar hisoblanadi. 11-savolimiz 1,5 ball bilan baholanadi. Suvarg'ichga tegishli javobni topishimiz kerak. To'rtta variantda C variantda suvarg'ichga tegishli bo'lgan javob berilgan. Qo'shni daryolar havzalaridan biri-biri bilan ajralib turadigan chegaraga biz suvarg'ich deymiz. 12-savolimiz masala, kechirasizlar, masala emas, albatta. Bu bizga ma'lumki, ba'zan ayli havo yuqoriga tez ko'tarilib, top-top bulutlarni harorat 0 gradusdan past bo'lgan balandlikka olib chiqib ketadi. Bu balandlikda yomg'ir tomchilari muzlab nurga aylanadi. Albatta 0 gradusdan past bo'lgandan keyin bu nurga aylanadi. Bu balandlikda to'g'ri javobimiz B variant. 13-savolimiz Quvasoy, Ohangaron, Angren, Navoiy, Bekobod shaharlarida hamda Zaxarobod shaharchasida O'zbekistondagi neft sement zavodlari joylashgan. Buni biz bilamiz. 14-savolimiz maydoni 22,5 million kvadrat kilometr bo'lgan o'lkani toping. Albatta bu Antarktika o'lkasi hisoblanadi. 15-savolimiz Indoneziya va Peru poytaxtini topishimiz kerak. Indoneziya poytaxti Jakarta hamma biladi, hamda Peru Lima hisoblanadi. 16-savolimiz milliy tillar. Biz bilamizki, ko'plab milliy tillar dunyoda bor va ma'lum bir xalqlar, ma'lum bir davlatlar milliy tillarga tarqalgan. Ana shuni muassas ravishda topishimiz kerak bo'ladi. Bu to'g'ri javob C varianti to'g'ri. Chunki Nepalda biz bilamiz hinduizm milliy dini keng tarqalgan, Xitoyda daotsizm, konfutsizm bilan birgalikda 3-AQShda yudaizm keng tarqalgan, Yaponiyada esa milliy din sinteizm hamda Eronda islom dini hisoblanadi. Respublikamizda elektr tizimi vujudga kelishi va uning O'rta Osiyo tizimiga ulanishi bilan transportning yangi qaysi turi vujudga keldi degan savolimiz. Albatta bu to'g'ri javob elektron transport turi hisoblanadi. 18-savolimiz matnni o'qish davomida topiladi. Quyidagi ma'lumotlar qaysi viloyatga tegishli ekanligini topishimiz kerak. Ushbu viloyat O'zbekiston hududining 6,4% egallaydi. Aholisining 9,6% yashaydi. Respublikamizdagi asosiy neft va gaz zaxiralari, gaz konlari shu hududlarda joylashgan. Respublikada ishlab chiqariladigan elektr energiyaning 1/10-ni, yangi sanoat mahsulotlarining 7% ortig'ini beradigan viloyat, ya'ni bu Qashqadaryo viloyati.
19 savolimiz 1,5 ball bilan baholanadigan savol. Lyon, Bordo, Lille, Toulouse, Marsel shaharlari bu Fransiyada joylashgan shaharlar hisoblanadi. 2017-yildan boshlab Toshkent viloyati ma'muriy markazi Nurafshon shahri qilib belgilangan. 2017-yilgacha Toshkent viloyati markazi Toshkent shahrida joylashgan edi. Lekin 2017-yilda Nurafshon shahriga ko'chganligini biz bilamiz. To'g'ri javob B varianti. 21-savolimiz uzunligi 115 km, 108 km, 104 km, 68 km bo'lgan daryolar qaysi tabiiy geografik okrugda joylashgan degan savolimiz. Biz bilamizki, bu daryolar, bu 115 km bo'lgan daryo Oqsuv daryosi, 108 km bo'lgan daryo Yakkabog' daryo, 104 km Tanqaz daryoga tegishli hamda 68 km ga teng bo'lgan daryo bu G'uzor daryo. Bularning hammasi Qashqadaryo okrugida joylashganligi uchun savol. Sudochi buyurtmaxonasi quyi Amudaryo okrugida joylashgan va bu qanday maqsadda tashkil etilgan degan savolda javobi Amudaryo deltasidagi faunani saqlash uchun bu buyurtmaxona tashkil etilganligini ko'rishimiz mumkin. 23-savolimiz Qozog'iston kichik o'lkasiga tegishli bo'lgan tog'larni belgilaymiz. 8 ta tog' tizmalari berilgan, shuning ichidan 3 tasi Qozog'iston kichik o'lkasiga tegishli ekanligini bilishimiz mumkin. Bular Muhojir, Torbog'atoy hamda Chingiztog'. 24-savolimiz Qizilqumning tekislik qismida, tog'lar atrofi va janubiy sharqida hamda botiqlarida qanday tuproqlar tarqalganini aniqlashimiz kerak. Albatta, Qizilqumning tekislik qismida biz bilamiz qumloq va qumli tuproqlar tarqalgan. Tog'lar atrofi, janubiy sharqida esa surxonli tuproqlar hamda botiqlarda biz har doim bilamiz, botiqlarda sho'rxon va sho'rxon botiq tuproqlar tarqalgan. Shu sababli to'g'ri javob A varianti hisoblanadi. 25-savol. O'zbekistonda 2019-yil ma'lumotiga ko'ra taxminan qancha aholi punkti mavjud degan savol. Biz bilamizki, O'zbekistonda 119 ta shahar, 1071 ta shaharcha hamda 11 mingdan ortiq qishloqlar va avullar joylashgan. Shu sababli umumiy aholi punktlari soni 12190 dan oshishini biz bilamiz. Shu sababli B varianti to'g'ri. 20-savolimiz 26-chi. 2,6 ball bilan baholanadi va Qora dengiz suvining sho'rligi 38 promille bo'lsa, uning 100 litr suvida Fin qo'ltig'i suvining shuncha miqdorga nisbatan qancha ko'p tuz olganligini aniqlaydigan savol hisoblanadi. To'g'ri javob A varianti hisoblanadi. 1600 gram hisoblanadi. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsak, 27-savolimiz ushbu diagrammada berilgan ma'lumotlarga tegishli javobni topishimiz kerak. 2,6 ball berilgan. To'g'ri javob C variant O'zbekistonda ishlatiladigan suvning taqsimlanishi berilgan. Bu yerda biz bilamizki 90,1% suv oshida ishlatiladi. O'zbekistonda 6,2% xo'jalik ichimlik suv sifatida hamda 2,2% sanoatda, 1,5% esa xo'jalik bal xo'jaligida ishlatilishini bilamiz. Bu savolimizdan javobi shunda bizda C variant hisoblanadi. 28-savol masala hisoblanadi. Samolyot bosh meridiandan ko'tarildi va ekvator bo'ylab g'arbga qarab Tunis 45,2 km masofaga uchdi. Samolyot 5-daraja meridianga yetib borganligini aniqlang degan savolimiz. Bu 4 gradusga teng ekanligini bilamiz. Bu javob to'g'ri. 29-savolimiz berilgan xaritadagi B va C nuqtalari orasidagi masofani topishimiz kerak. Bu 1665 kilometrni tashkil etadi va oxirgi so'nggi savolimiz quyidagi rasmlar orasidan Shimoliy Amerika materiyaga tegishlilarni ajratib olishimiz kerak. Bu yerda A va C rasmlari Shimoliy Amerikaga tegishli. Shu bilan biz savollar tahlilini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.